عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمين والمسلمات. اللهم بارك درجات في الآخرة وقنا عذاب النار برحمتك يا toshsa keyin dengiz to'ladida, ko'kka boqqan ko'zlar yulduz ko'radida. Daryo toshsa keyin dengiz to'ladida, ko'kka boqqan ko'zlar yulduz ko'radida. Bek bolasi baribir bek bo'ladida, bek bolasi baribir bek bo'ladida. Varislari ikki daryo orasini, qaddin ko'ring O'zbekiston bolasini. Varislari ikki daryo orasini, qaddin ko'ring O'zbekiston bolasini. Ko'rmagan kunni ko'rsin deydi bu el. Bolam mendan baxtli bo'lsin deydi bu el. Men ko'rmagan kunni ko'rsin deydi bu el. Kuysa faqat bolam deya kuydi bu el. Kuysa faqat bolam deya kuydi bu el. Har narsaning sarasini, qadrin ko'ring O'zbekiston bolasini. Ilinadi har narsaning sarasini, qadrin ko'ring O'zbekiston bolasini. Shu til seniki, sultoning yo'l ochib dedi, yo'l seniki. Qadim tarix so'zlashgan shu til seniki, sultoning yo'l ochib dedi, yo'l seniki. Yillar senga hadya bo'lsin, yil seniki. Yillar senga hadya bo'lsin, yil seniki. Berdi har orzuning chorasini, baxtim ko'ring O'zbekiston bolasini. Topib berdi har orzuning chorasini, baxtim ko'ring O'zbekiston bolasini. Varislari ikki daryo orasini, qaddim ko'ring O'zbekiston bolasini. Sarasini, qadrin ko'ring O'zbekiston
bolasini.
Aşna bilgil mehnatni, düşman gil g'aflatni, ona deb bil vatanni, ota deb bil millatni. Qurgin yaratgan yozdosh. O'zbekiston mening qiyin ekenim, oltin beshigim. Bu holat mana hozir mustaqil O'zbekistonimizning chet qishloqlarimizdagi obodonliklar haqida gapirayotganning asosiy isbotini ko'rib turibmiz. Bunday maktablarda shu chet joylarda shu bolalarga yaratilgan sharoit bu O'zbekistonimizning mustaqilligining sharoiti. O'zbekistonimizning kelajagining barqarorligi, bolalarimizga kelajak avlodga bo'lgan mehr muhabbatining nishonasini mana eng zominning chet joyida, tog'ning borida kelib ko'ryapmiz. Biz bundan juda mamnunmiz. Doim mana shu yerda o'qiganlar baxtli, saodatli bo'lsin, xalqiga munosib bo'lsin, yaxshi ilmli insonlar bo'lib, vatanga sodiq insonlar bo'lib kamol topsin. Assalomu alaykum.
Kadro tutulmasanız yok. Kemin Yakın vakitinde vefat etti. Oğlu 79 yaşında. 80'de. Ben onu 79'luk geldi. Orada öğrenmesi yapıldı. Ha, kasabı. Öğrenmesi yapıldı. Acaba. Uzman kahramanı, halk soylu. Hamma imkoniyatlar bor o'tkazishga laboratoriya mashg'ulotlarini o'qishga qo'l ko'rsatib beriladi. Imkoniyatlar ham bor, hamma jihozlar ham bor. Buni ming marta o'qilib, bir marta ko'rsa esda qoladi. Lekin program qilsa shu. Lekin hech o'tmagan o'sha laboratoriya. Nimaga? Yangi to'playsiz? Ha, yongan joy bor, qo'rqoq singan joy bor. Yo'lda joy bo'lishi kerak. Assalomu alaykum. Mana shu ajoyib Toldi qishlog'ining ahli. Mana bugun O'zbekiston umumiy uyimiz Do'stlik va madaniyat festivalining tuman bosqichi mana shu Toldi qishlog'ida bo'lib o'tyapti. Mana shu festivalga qatnashish uchun viloyat hokimining o'rinbosari Eshtemir Ismatov, Zomin tuman hokimi Bahriddin Safarov, shuningdek Respublika Qirg'iz Milliy madaniy markazi raisi Rahmatli Jabborov, shuningdek viloyat barcha milliy markazlari faollari, markaz raislari taklif etilgan. Mana shu kishilar hammasi hozir kelishdi. Ayrim mehmonlarimiz yo'lda kelyapti. Mana shu anjumanni ochib berish uchun kirish so'zini Zomin tuman hokimi Bahriddin aka Safarovga beramiz. Marhamat. Toldi qishlog'ining ahli, mehmonlari. Mana respublikamizda muhtaram prezidentimiz Islom Abdug'anich Karimov tomonidan olib borilayotgan oqilona va otona siyosat tufayli yurtimizning barcha ko'chalarida tinchlik, osoyishtalik, to'kin sochinlik, hamma joyda rivojlanish, taraqqiyot. Mana
maktablarimizda hozir kirib ko'rib chiqdik. Tumanning eng chekka qishlog'idagi maktabda ham o'qish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Buning barchasi yurtimizda hukm surayotgan tinchlik, osoyishtalik mevasi. Bunga albatta muhtaram yurtboshimiz tomonidan olib borilayotgan millatlar aro o'zaro totuvlik, do'stlik siyosatini yurtimizda barcha fuqarolar millati, dini, irqi, ijtimoiy kelib chiqishdan qat'iy nazar konstitutsiyamiz bilan qamoqda berilgan huquq va erkinliklarning natijasi deb bilaman. Mana bugun respublikamizda navbatma-navbat o'tib kelayotgan O'zbekiston umumiy uyimiz shiorasidagi tadbir Mushtoldi qishlog'ida tuman bosqichi o'tkazilyapti. Albatta bu yer bejiz tanlanmagan. Ana avvalo eski bir qadimiy tarixga ega qishloq tumanda o'ziga yarasha o'rni bor. Bu maktabdan ko'plab yetuk kadrlar yetishib chiqqan. Respublikamizda turli joylarda, turli lavozimlarda o'zlarining mehnati bilan respublikamizning rivojiga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Barchalaringizni mana shu tadbir bilan tabriklayman. Albatta bu mustaqilligimizni yaqinlashib kelayotgan 25 yillik to'y arafasida bo'lyapti. Shu mustaqillik yaqinlashib kelayotgan mustaqillik bayramimizni 25 yilligi bilan ham tabriklayman. Mana shu bugun ochishda e'lon qilamanda so'z navbatini Respublika Qirg'iz Milliy madaniy markazi rahbari Rahmatullo aka Jabborovga beraman. Bugungi jiyinalishimiz qatnashchilari, aqsoqollarimiz, enelerimiz, ejelerimiz, opalarimiz, singillerimiz. Sizlar bilan bugun shunday tinchlikda, tozalikda, O'zbekistonday kelajagi buyuk bo'lgan bir yurtda, Taldi qishlog'ida shunday bir cho'ng merakada kezdashib o'tirganimdan o'zimni baxtli hisoblayman. Sizlarga Respublika Baynalmilal madaniyat Borbori direktori Nasriddin Muhammadiyev atinan Respublika Qirg'iz madaniy Borbori atinan sizlarga shunday cho'ng merakangizlar bilan qutlashga fursat berasizlar. Hurmatli mehmonlar, aziz do'stlar, aqsoqollar, siz bilan biz bugun mana shunday bir bag'ri keng O'zbekistonday bir kelajagi buyuk davlatda yashashimizning o'zi, tinchlikda, osoyishta yashashimizning o'zi siz bilan bizga katta baxt. Ayniqsa mustaqilligimizning
bayramini mustaqillikka erishgandan keyin 4 oydan keyin Respublika prezidenti muhtaram Islom Abdug'aniyevning aqlona dona siyosati tufayli 1992-yili 13-yanvarda Respublika Baynalmilal madaniyat markazi tashkil topdi. Baynalmilal madaniyat markazining bu aytilishi millatlar ora degan ma'noni bildiradi. Mana shu Baynalmilal madaniyat markaziga bugungi kunda respublikamizda 140 dan ortiq madaniy markazlar faoliyat ko'rsatyapti. Shu jumladan mana Respublika Qirg'iz madaniy markazi, mana Andijon viloyatida, Jizzax viloyatida, mana Sirdaryo, Namangan, Farg'ona viloyatlarida ishlab turibdi. Madaniy markazlar nima asosiy maqsad? Asosiy maqsad xalqning udumini, tilini, uning urf-odatlarini, ota-bobolardan qolgan meroslarini targ'ib qilish, kelajak yoshlarga o'rgatishdan iboratdir. Ayniqsa mana shu mustaqillik yillarida yurtimizda mana shu millatlararo totuvlik, millatlararo tinchlik ishiga juda bir katta e'tibor berilyapti. O'zlarining guvohchilar bugungi kunda respublikamizda 130 dan ortiq millat elat vakillari bir oilaning farzandlaridek bo'lib yashab kelyapti. Biz mana yaqinda respublikamizda o'tadigan Do'stlik va madaniyat festivalini mana oxirgi Jizzax viloyatida o'tkazdik. 3 kun mobaynida mana Eshamirjon Ismatov o'tiribdilar. Mana Arnasay rayonida, Paxtakor rayonida, Jizzax Politexnik institutida, Jizzax yana ko'p joylarda uchrashdikki, biz o'zimiz yana guvohi bo'ldikki, hamma millat elatlar vakillari chiqib gapirgan so'zlardan ma'lum bo'ldiki, millatlar bugungi kunda yayrab yashayapti. Hamma sharoit yaratilgan. Mana 7 tilda ta'lim olib boriladi. Bu dunyoda hech bir mamlakatda yo'q. Mana bir hisobga qarasangiz dunyoga qarang. Mana Turkiyada 16 million kurd yashaydi. Lekin kurdlar o'zining tilida gaplashishga ega emas. Faqat turk tilida yozadi, turk tilida o'qiydi. Eronda 30 million Ozarbayjon yashar ekan. Ozarbayjonlar o'sha yerda o'zining tilida maktabi ham yo'q, o'zining tilida hech qanday matbuot ham chiqarmaydi, faqat o'sha Eron tilida gaplashadi. Biz O'zbekistonda 7 tilda O'zbek, Qirg'iz, Tojik, Qozoq, Rus, Ozarbayjon, mana Turkman, Qoraqalpoq 7 tilda mana ta'lim bor. Mana maktab hozir ko'rdik. Mana shu maktab qayerda kam joyi bor? Hamma sharoitlarga, mana tog'li qishloqida bir vaqtlar unaqa maktab bo'lmagan. Guvalardan yashirilgan bir maktablarda sharoitda o'qigan odam bolalar. Mana bugungi kunda hozir hammasi kompyuterlashgan. Yurtboshimizga rahmat aytishimiz kerak. Shu bilan birgalikda yurtboshimizga bir ta'zim qilishimiz kerak. Turli millat elat vakillariga yaratilgan mana shu sharoitdan biz so'rana qilishimiz kerak. Mana bayram bo'ldi, yaqinda ko'rdilaringiz. Mana festivallar bo'lyapti. Yana mana shu viloyatlarda mana shunday mana madaniy markazlarda tashabbusi bilan mana shunday yig'ilishlar bo'lyapti. Men mana shu bugungi Jizzax viloyatining Zomin tumanidagi Tog'li qishloqida bo'layotgan 44-maktab ahlini, shu yerdagi oqsoqollarimizni, otalarimizni, onalarimizni, opalar, singillarimizni, mehmonlarni mana shunday katta anjuman bilan yana bir bor tabriklayman. Keling, mana yurtimizda faqat tinchlik bo'lsin. Tinchlik bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Tinchlik uchun siz bilan biz do'st, birodar yashashimiz kerak. Bir-birimizni hurmat qilishimiz kerak. Aytadi-ku, til bilmagan davlat o'z yo'lini yo'qotadi. Shuning uchun mana shunday sharoit yaratib bergani uchun yana bir bor hukumatimizga, prezidentimizga katta rahmat aytamiz. Endi Nasir aka o'zi kela olmadi. Men Nasir aka nomidan bitta mana O'zbekistonda shunaqa kitob chiqqan. Bundan bir 10 yil, 20 yil oldin O'zbekiston o'yimiz. Bu kitobda barcha millat elat vakillarining urf-odatlari, udumlari, markaz faollari ishlari ko'rsatilgan. Shuni Muhammadiyev o'zining nomidan mana shu 44 maktab direktori bu yerlarga topshirib iltimos qildi. Men topshirib qo'y. Yana bitta jurnal chiqadi bizda, mana yagona oilada. Bu ham bir yilda 4 ta chiqadi har kvartalda bittadan. Bunda ham xuddi mana shu madaniy markazlarga ularning ishlari, ularning qilgan yutuqlari, ularning maqollari hammasi mana shu ko'rsatilgan. Mana shu kitobda sizga Respublika Baynal madaniyat markazi nomidan topshirib ruxsat berasiz. Yana bitta kitob bor. Mana shu Jizzax Sirdaryo cho'lini o'zlashtirishda bizga juda katta ustozlik qilgan, hammalaringiz tanishsiz Sattar Usmonovni biz 2013-yilda Zominda 90 yillik o'tkazdik. Shunda bitta kitob chiqarganmiz. Shu Lochin Sirot kechgan umri degan shu kitobni
O'zim haftirman shu kitobni ham shu maktabga kutubxonaga topshirsa ruxsat berasizlar. Yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin. Mana shunday tinchlikda, osoyishtalikda, yaxshi kunlarda siz bilan biz uchrashish nasib etsin. Hammangizga katta rahmat, sog' bo'ling, rahmat. Rahmatli aka, ismingiz ham rahmat, qilayotgan ishingizga ham rahmat, ma'ruzangiz uchun rahmat. So'z navbati viloyat hokimining o'rinbosari Eshtemur aka Ismatovga. Marhamat. Zominliklar, tadbir ishtirokchilari, aziz mehmonlar, avvalambor sizlarni yurtimizda yaqinlashib kelayotgan ulug' ayyom, mustaqilligimizning 25 yillik bayrami bilan chin dildan tabriklayman. Sizlarga mana shu bayramda 25 yil davomida erishib kelayotgan yutuqlarimizdan da yanada ko'proq yutuqlarni erishlaringizni tilakdoshman. Bugun mazkur maktabda Qirg'iz Milliy madaniy markazi va Zomin tuman hokimligi tashabbusi bilan tashkil etilgan O'zbekiston umumiy uyimiz deb nomlangan tadbirda ishtirok etar ekanmiz. Millatlararo munosabatlar O'zbekiston Respublikasi hududida juda katta e'tibor bilan yo'lga qo'yilganligi, respublikamizda millatlararo totuvlik juda yaxshi darajada ekanligiga guvoh bo'lib turibmiz. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasida 130 dan ortiq millat va elatlar istiqomat qiladi. Shuningdek, viloyatimiz hududida ham juda ko'plab millatlar, elatlar istiqomat qiladi. Idel Tatar markazi, Koreys markazi va Tojik milliy madaniy markazlari faoliyat ko'rsatmoqda. Biz yaqindagina 26-28 may kunlari O'zbekiston umumiy uyimiz 6-Respublika do'stlik va madaniyat festivalining viloyat bosqichini o'tkazdik. Mana shu tadbirlar jarayonida ham har bir millatning O'zbekiston Respublikasidagi hududdagi tinchlik, farovonlik, obodlik uchun qanchalik kurashayotganligini har bir alohida bu shu masalada jon kuydirayotganligini guvohi bo'ldik. Men sizlarga fursatdan foydalanib tinchlik, sog'lik, omonlik tilayman. Yurtimizga hech qachon ko'z tegmasin, millatlararo totuvlik hech qachon dars ketmasin. Yurtboshimiz olib borayotgan oqilona siyosat hamisha hamma joyda o'z vaqtida taraqqiy etib boraversin. Rahmat e'tiborlashga sog' bo'ling. Eshtemur aka, katta rahmat. Mana shunday viloyatimizda mana shunday tadbirlarni juda ajoyib o'tishida bosh qoshib bo'lib yuravering. Mana bugungi tadbirimizni nomi yaxshi olib borish uchun mana shu maktab o'qituvchilari Yaxshilik va Xonimoy va Abdurahimov jumonlarga bersak, marhamat. Hoş kelibsiz Utaldi degan jerime, Qalpoqtu Qirg'iz degan elime, tabiati sonun Bedel degan jerim var, suvi dari Zirabuloq kenim var. Kelmeymanım bul sulardan içip ket, nanımızdan tuzumuzdan tatip ket, ırdı suygun taldızal qar elimdin, ırlarınan kuvlörünün uğup ket. Assalomu alaykum jumlayi yurtimizga. Yurakları tolqib, yo'llar botib, at aratib kelgan qadrli mehmonlar. Assalomu alaykum, önörді bağlap kep bilgin, sal sanani köp bilgin, oğul qizdi urmattap, qadaminen östürgön atalar, apalar. Assalomu alaykum ulug'larni hurmatlab, ulug'liqqa yo'l olgan ejeler, singdiler, ağayniler. Bugün bizning aylimizda o'tkazilib жатқан O'zbekiston Respublikasi egemenligining 25 yildig'i. Ona arnab O'zbekiston jalpi uyimiz attu Uluttuq madaniy festivali yana o'shan bilan birgalikda 44-o'rta maktabning 80 yillik to'yina yurakdan qutlayman. Ulutlar o'rtasidagi do'stlikni bekamda uchun respublikamizda olib borayotgan siyosat, ulutlar o'rtasidagi o'zaro birimlik, internasionallik do'stlik olib borayotganga bosh bo'lib turgan hurmatli prezidentimiz Islom Abdug'aniyevichga cho'ng rahmat aytamiz. Ilayim, dostluq intimaq saltlari ülkemizde hiç kaçan buzulmasın. O'zbekistonda yashab жатқан bardıq ulutlar, O'zbek, Tajik, Qirg'iz, Koreys, O'rus siyaqti bardıq ulutlar o'rtasidagi do'stlik, intimaq
hech qachon buzilmasin. Yurtimiz ustundagi osmonimiz doim ochiq bo'lib, kunimiz jariq nur tarataversin. Jatqan mana shu cho'ng bir to'y bayramda ushul intimaq do'stlikning belgisi bo'lib hisoblanadi. Mektebimizda dardalgan badiiy nömrlarga, ko'rkam nömrlarga. Ey vatanım, osmon bo'lsang, men bir yulduz erurman, yoki ulkan ummon bo'lsang, men bir tomchi suvdirman. Quyosh bo'lsang, bir zarrangman, daraxt bo'lsang, bir mevang, onang bo'lsang, men bolangman, bajargum sen ne desang. Dasturxonda kenen jayg'in, kulku bo'lsin, bo'lsin, umay ene tengir ata urpaqlari qo'ldasin. Hozirgi so'z o'tkazigini Aylim Urmidan 7-klass o'quvchilari Muxlisajani davrinlarga beramiz. O'zbekistonda yashab жатқан
eng baxtli ulutlardan biribiz. O'zbekistonimizning tarixini, qada-saltini, urf-odatlarini, san'atini qadrlaymiz, yaxshi ko'ramiz. O'zbekiston elimizning milliy raqslari, Andijon polkasi, Jana Xorazm lazgilarini ayabay yaxshi ko'rib biylaymiz. O'shunday ekan, bizning bugungi Qirg'iz ulutimizning eng bayroqli ulutliq biylarimizning milliy raqslarimizning biri Qara Jo'rg'a bi. Hozir bizning talantli yoshlarimizdan qizlarimiz ulutliq biyimiz Qara Jo'rg'a biyini sizlarga taqdimlab bermoqchi. Demek, mening shogirdlarim berike top qizlarining Qara Jo'rg'a biyini ko'ringizlar. Söz navbatini Zomin tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limi boshlig'i mudiri Vanisher Sherbekov beramiz. Avvalo mana shu bizni 44-umumiy o'rta ta'lim maktabimizga yaxshi kelibsizlar. Mana hozir yuqorida hurmatli mehmonlarimiz tomonidan mana shu o'tkazilgan tadbirning mazmun mohiyyatlari aytib o'tildi. Albatta, mana shu yurtimizda kirib kelayotgan Mustaqillik bayramining 25 yilligi, O'zbekiston umumiy uyimiz hamda 44-umumiy o'rta ta'lim maktabining 80 yillik yubileyi arafasida mana shunday katta anjumanni hammamiz guvoh bo'lib o'tiribmiz. Albatta mana shu bizning tumanimizda 75 ta umumiy o'rta ta'lim maktabi bo'ladigan bo'lsa, shundan 6 ta maktabimizda ta'lim qirg'iz tilida olib boriladi. Mana hozir mehmonlarimiz tomonidan o'zlari kirib ko'rdi, guvoh bo'ldilar. Mana shu eng chekka tumanimizdagi, eng chekka maktablardagi hozirgi kunda beriladigan, ko'riladigan sharoitlar. Mana ximiya, biologiya yo'nalish bo'yicha laboratoriyalar, sport jihozlari. Hattoki mana shu maktabdan hozir turib
bemalol Xalq ta'limi vazirligi orqali gaplashib, o'sha yerdan kerakli bo'lgan ma'lumotlarni internet orqali oladi, kerakli ma'lumotlarni o'quvchilarga o'xshab yetkazadi. Mana shu maktablarimizda, ayniqsa mana shu 44-umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchilarimiz bilimlar bellashuvi, fanlar olimpiadasi, sport musobaqalari, turli tanlovlarda, yil maktabi, yil o'qituvchi tanlovlarida qatnashib, faxrli o'rinlarni egallab kelmoqda. Mana shu jamoani bir ahilligi, jamoa rahbari mana hurmatli Berador aka O'rolov mana shu maktabga rahbar bo'lib kelgandan keyin shu maktabda ta'lim-tarbiya jarayoni ancha yaxshilandi. Maktabga bo'ladigan e'tibor yaxshi bo'ldi. Maktabda shart-sharoitlar, maktabning jihozlanishi, o'sha o'quv tarbiya ishlariga bo'ladigan e'tibor yanada kuchaydi. Shunday ekan mana shu hozirgi bugungi anjuman bilan barcha mehmonlarni, mana hurmatli mana shu qishloqlik oqsoqollarni, onaxonlarimizni, otaxonlarimizni barchangizni bugungi tadbir bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Biz o'ylaymizki, mana shu hozirgi o'tadigan tadbirlarimiz hammamizga, ayniqsa yoshlarimizga ma'naviy oziqa beradigan, mana shu yoshlarimizga to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan, mana shunday millatlar orasidagi totuvlikni, ittifoqlikni qadrlaydigan, bir-biriga bo'lgan hurmatni, bir-biriga bo'lgan e'tiborni kuchaytiradigan tadbirlar jumlasiga kiritaman. Mana shunday ekan, mana shu bayram barchamizga muborak bo'lsin. Kelayotgan 25 yilligimizni, mustaqilligimizning, jonajon yurtimizning mana shunday yurtda yashab, faxrlanib yashashimizligini hamda mana shu bayram bilan barchangizni tabriklayman. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. E'tiborlaringiz rahmat. Hozirgi so'z navbatini Sardoba tumanidan tashrif buyurgan 36 yil xalq ta'limi tizimida astoydil mehnat qilib kelgan hurmatli ukamiz Xolmomu Hoji Shukurovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va hurmatli mana bugungi O'zbekiston umumiy uyimiz yig'ilishida qatnashayotgan hamma qatnashuvchilar. Biz Sirdaryo viloyati Sardoba tumanidan bir guruhda mehmonlar kelganmiz. Bugun mana shu tadbirga qatnashayotganligimizdan juda mamnunmiz, minnatdormiz. Ayniqsa bu tadbirda viloyatimizning hokimi, Jizzax viloyatining hokimining muavini, Zomin tumani hokimining muavini, Qirg'iz baynalmilal tashkilotining respublika vakili, hamma qatnashuvchilar kelib, vakillar kelib, eng Zominning uzoq tog' borida agar bundayroq qilib cho'lning tili bilan aytganda qusham yetib kelishi qiyin bo'lgan tog'lardan osha uzoqdagi maktabda, 44-maktabda O'zbekiston o'zimizning yagona uyimiz tantanasi o'tayotganligi bu rahbarlarning ishtirokida va butun atrofdagi qishloqdagi vakillarning, mehmonlarning ishtirokida o'tayotganligi, buning hammasi bugungi O'zbekistonimizning, jonajon O'zbekistonimizning mustaqilligining sharofati. Mustaqillik hali O'zbekistonda emas, butun jahonda bo'lmagan. Shuning uchun azizlar, hammalaringizni avvalambor mana shu 44-maktabda qatnashayotgan, O'zbekiston o'zimizning uyi deb qatnashayotgan, uyimiz deb qatnashayotgan hamma mehmonlarni, hammalaringizni O'zbekistonimizning 25 yilining sharofati bilan, bayram oldi tantanasi bilan sizlarni tabriklayman va Jizzaxlik mehnatkash xalqning hammasining ishlariga Alloh taoladan sog'lik, salomatlik tilayman. Men Sardoba tumanida, Sirdaryo viloyatida mana e'lon qilgandek uzoq muddatda ishlashga to'g'ri keldi. Ishlash davomida men shu butun hayotimni qirg'iz og'aynilar bilan birga ishlashganman. Agar bundayroq olib qarasalaringiz, millatim o'zbek bo'lishiga qaramasdan, mana aniq bu yerda vakillar ehtimol o'tirib biladi, men qirg'iz xalqining Manaq urug'iga mansubman. Manaq. Sababiki azizlar, buni bilib turibdilar. Sababiki
Qirg'iz xalqi turli aytaylik urug'lardan yig'ilib yagona qirg'iz xalq bo'lar ekan, shu xalqning bir urug'iga mansub bo'lib qolganligimdan men baxtli sezaman. Sababiki shu Sardoba tumanida yashaganda qirg'iz og'aynilar bilan birgalikda ishlab, ayniqsa hammalaringizga ma'lum bo'ladi, bu yerda nomlari takrorlandi, Sattar Usmonovday bir inson bilan ishlashdik. Bu yerda Sattar Usmonovday qirg'izlar tarbiyalagan, qirg'iz xalqidan chiqqan inson yagona inson deb biz tan olamiz. Sababki u kishidagi tashkilotchilik, u kishidagi cho'lga bo'lgan muhabbat, u kishidagi xalqqa bo'lgan munosabat, u kishidagi aytaylik mehnatga bo'lgan sadoqatni butun xalqimizga namuna qilib aytsa arzigulik inson bo'lib kamal topdi. Mayli o'tib ketdi joylari jannatdan bo'lsin. Men butun hayotimning pashti ko'p qismini qirg'iz og'aynilar bilan birgalikda o'tkazdim. Yetti kechida to'y bo'lsa bularga qatnashganman. Holat urushning hali bu yerda dog'i ketmagan bir paytda 45-yilda Jizzax texnikumiga kelganimda mening o'qishimga sababchi bo'lgan joying jannatdan bo'lib otam deb hisoblangan Qulmatov 10 yil Jizzaxda aytaylik prokuror bo'lib ishladi. Jizzax xalqi Qulmatovni butun ota deb atardi. Familiyasini Qulmatov deb atamasdi. O'sha odam ham qirg'izdir. Mening o'qishimga shu darajaga yetishimda shu insonning ham kamoli, ehtiromi bor. Minnatdor bo'ldik. Respublikamizning muhtaram prezidenti Islom Abdug'aniyevning haqqiga duo qildik. Sababiki shunday qishloq joyda, shunchalik rayondan, shahardan uzoq joyda, eng tog'ning bo'g'rida shunaqangi bir farzandlarimizga munosib bir maktab yaratilganligi bizni butunlay bugungi mustaqilligimizga yana bir bor sajda qilishga, yana bir bor unga minnatdorchilik bildirishga to'g'ri keldi. Juda xursand bo'ldik. Buning uchun Zomin hokimiyatidan, xalq muorifidan, Jizzax hokimiyati, viloyatining hokimiyatidan, xalq muorifidan minnatdormiz. Qalam ham tebratdim, keyingi vaqtda nafaqaga chiqqanimdan keyin shu tebrayotgan qalamimdan ikkita to'rtlik aytib so'zimni yakunlamoqchiman. Birinchisi, bitta to'rtligim shundan iboratki, azizlar, mustaqil hayotga shukr qilaylik. Ertangi kun uchun fikr qilaylik. Asrlar taqdirini bugundan o'ylab, barkamol avlodning baxtini tilaylik. Men mana shu baxtini tilayotganligini bugun ko'rdim. Ikkinchi so'zimda to'rtlikni aytmoqchiman. Shukrkim elimda hayot farovon. Shukrkim boshimda musaffo osmon. Shukrkim karvonim boshida sarvon. Bu baxtim, vatanim, jon O'zbekiston. Qalam ham tebratib, keyingi vaqtda keksaygan chog'imda keldim. Mana shu kitobni shu maktabning direktoriga topshirmoqchiman. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Huzur. Rahmat. Hozirgi so'z kezagini Jizzax oblast kengashining deputati Qidiriga Shukurovga beramiz. Sizlarning kelishingizdan o'ta xursand turibmiz. Endi qirg'iz bo'lgandan qirg'iz tilini bir-ikki o'siylar qo'ysa bo'lmaydi. Men maktabda 10 yil qirg'iz tilida o'qiganman, 10 yil saboq bergan matematikadan. Ondan keyin o'zbek tilini o'ris tilida o'qib ketganmiz-da. Biroq o'sha so'zlarim doim esimda turadi. O'rta maktabda o'qiganimdagi 5-chi, 6-chi esimda turadi. Mana bitganimizga ko'p yil bo'ldi. O'rta maktab bitganimizga 60 yil oshib ketdi. Men ancha qarib qolaman. Qarsam daga sizlarga kelib, yoshlarning oldida shuylab turishga, sizlarga aytib turishga o'zim quvonib turaman. Endi O'zbekiston o'zi jalpi uyimiz degan bo'ldi. Qachondan paydo bo'ldi? Bu egenlik bo'lgandan keyin bizning prezidentimiz Islom Karimov hamda Chingiz Aytmatovning demligasidan bo'lgan bu. Uni uyushtirishda biz o'zi qatnashganmiz Toshkentda. Bo'ldi, o'sha vaqtda bir cho'ng siyosiy voqea bo'lgan. O'shandan beri o'sha tadbirlar, jinoyatlar ko'p yerda o'tib turadi. Mana hurmatli tuganlar, biz yaqinda O'zbekiston jalpi uyimiz degan tadbirga qatnashib keldik. Mirzacho'lda Qozoq tuganlarning birgalikda
Ondan keyin Farij rayonidagi O'xum degan oilada bo'ldik. Tajik tug'anlar bilan. Mingboy Eshbekov bugun qirg'iz bo'lib qalpak kiyib qoldi menga o'xshab. Boshvoqda to'p kiyib yuramiz. Bugun qirg'iz bizda qalpak kiyib keldik-da. Sizlarga bir yaqinroq bo'layapti. Shuning uchun Qalmoqroq aytganda biz bir-birimizga el bo'lib ketganmiz. Bunda aytganda biz 40 ta 100 ta bo'lib ketganmiz-da. Bir-birimizga ayirmasi yo'q. Shunday bir elmiz. Mana bu yil o'ta quvonib turaman bugungi kunda. Barliq ellerden kelib, mana uzoq bir vertolyotda, bir samolyotda yuqori turib olsang, O'zbekistonning bir tog'da, to'qo'yin orasida bir elchini olib, bir cho'g'rish o'tkazib yotganday, Qalmoqda aytganday. Shunday yerda de qarang, merdi el bo'lib, yer bo'lib, tug'an bo'lib birga yashab o'tiramiz. Boshqa ko'p yaqin odamlar kelibdi. Mana ulutlardan Aleksandr Ivanovič Skripkin, bundan da xursandmiz Aleksandr Ivanovichdan. Bundan keyin Abdukarim Sharipov, Tojik xalqining Milliy madaniy markazi raisi. Rahmat. Tojik xalqiga bor, eliga bor, juda xursandman. Lekin Abdukarim Sharipov sizlarga o'qimga borganda barchaga mikrofon bermasdan tashlab so'zladi. Biz burun oldin qamab qoldik. Keyin esa bechora Tojikada so'z deygan ekan. Endi bir so'ylab olsin deb keyin rozi bo'ldik-da. Burasi. Biz bugun O'zbekiston, Qirg'izistonga borganda qirg'izlar bizni qirg'iz deb ko'p qabul qilmaydi, to'g'risi. Ular toza boshqa qirg'izlar. Biz endi O'zbekiston qirg'izmiz. Biz o'zimizning mentalitet, bizdagi ong sezim, madaniyat, urf-odat o'zbekcha bo'lib ketgan. Biz O'zbekistonning qirg'izimiz, o'zbek bilan birimiz, tanimiz, yanimizdan bir elmiz. Bu bo'lakcha şey bo'ladi. Yaqinda keyin bir inimiz, o'zi cho'ng'aytirib yurgan inimiz mana juda uzoq emas. Tumanning hakimi Bardin Saparov. Mana Zavrayna kelib o'tiradi. Avloddan bor o'killar. Bularning bardig'i endi o'sha. Mana shu qirg'iz elimiz, yerimiz o'shalarga borib qutuqlab bir xursand qilib keladi degan masala bilan kelib o'tiradi. Bundan tashqari Qirg'izning o'sha 5 urug' deb qo'yamiz. 5 urug'dan da o'killar bor. Yaqinlikni bildirib ketish uchun shu yerga keldingizlar. Sizlarning kelganingizdan obdan xursandmiz. Rahmat og'ayinlar, tug'anlar keldingizlar. Kelib shu Qirg'iz degan elimiz bor, tug'animiz bor deb bizning elning ko'nglini ko'tarib, xursand qilib, shunday shu qatnashib, yaxshi julik so'zlarni aytganingizlardan men Qirg'iz oqsoqol sifatida sizlardan juda minnatdorman. Hurmatli og'ayinlar, biz bir el, bir xalqmiz. Mana tashlanib kelibdi, ukamiz rahmatulloh. Boshqa ukalar kelgan. Mana shu yerda o'sib yashadik. Ba'zi bir joyda motorcha kelganda bir kechda kelib qolsangiz, falanchi qirg'iz keldi. Falanchi tojik keldi desa ko'nglingizga juda uradi-da. Lekin shu xalq shu darajaga bormaydi-da. Hech bir bildirmaydi. Yo'q, biz o'zimiz elimiz, yerimiz. Men mana 80 kiradigan bo'lsam, shu otlacha falanchi Shukurov qirg'iz eshitmaganman. Arqamda gapsa gapirar. Lekin yuzimga falanchi bo'lmaganda. Shunday hamma o'tirgan mana qirg'izlar. Birovlaringizga masalan bu millat nozi narsa. Bir joyda qirg'iz deb qo'ysa juda xafa bo'lasiz. U meni shunday bo'ldi deb. Bu nozik narsa. Bunda hech kim qilmaydi. Hayotlaringizda ham shunday bo'lmaydi. Bu bizning o'zbek xalqining ongiga, qoniga, shurasiga ketgan. Bunaqa millatchilik yo'q, bo'lishish yo'q. Ana shuning uchun ham keng dunyo, o'zbek xalqi keng fe'l, bari keng bo'lgani uchun dunyoda qo'li baland, dunyoda mana shu O'zbekistonda yashab yuribdi. Shuning uchun O'zbekistonimizga doim baxt tilayman, doim birga yashaylik. Avlodimiz umr o'tgancha birga bo'laylik yaxshi kunda. Tadbirlarimiz yaxshi o'taversin. Oldimizda katta bir bayram turibdi, 25 yillik. Buni ham Xudo xolasa yaxshilab kutib olamiz. Bunday demak bayramlar hali juda ham ko'p bo'ladi. Juda ham abadiy bo'ladi. Mustaqillik abadiy bo'lsin. Xalqimiz abadiy do'st bo'lib yashasin.
Hammangizga sog'lik salomat tilayman. Xuddi shunday jonli-jon bo'lib, yaxshi tadbirlarni doim birga o'tkazib beraylik. Mana ko'rib qo'yinglar, 87 yoshda qarshilayapti. Viloyatda mana shu bank sohasida juda katta mutaxassis. Jizzax shahar oqsoqollar kengashi raisi. Doim bizda oqsoqollarning boshlig'i. Doim birga yuramiz. Jizzax shahrida Jizzax viloyat tashkil ishlari birga qilamiz. Obodachilik bo'lsa ham, boshlar bo'lsa ham, mana saylovlar bo'lyapti. Mahalla saylovlari. Hozir balkim bu kishiga bir so'z berilib qolar. Ulug' vatanning qatnashchisi 95 yoshga kirgan, 97 kirganlardan bittasi. 36-yilda maktab tashkil bo'lsa, mana bu 80 yil bo'libdi. 80 yilda bir eslab, 80 yil ichida qancha kadrlar bu yerdan bitirib chiqqan, qancha kadrlar tayyorlangan. Mana shu kadrlarning ustozi. O'zbek qirg'iz emasmiz. Tojikimiz bor, rusimiz bor, qozoq bor, hamma xalqlar bor. Biz O'zbekistonda Jizzaxda mana shu xalqlar birga yashab, oqsoqollar biz qaysi tomonga boshqarsa yoshlarimiz ketimizdan boryapti. Shuning uchun shu avlodga mana shunday bag'ri kenglik, qon qardoshlik davom etaversin deyman. Dunyomiz tinch bo'lsin. Bu tadbirlarni yaxshi o'tyapti. Tashrif qilib, taklif etganlarga juda katta rahmat. Madaniy markazi rahbarlariga ham katta rahmat. Mana shu tadbirni davom etkazib, yana ham takomillashtirasizlar degan umiddaman. Rahmat, salomat bo'linglar. Salomat bo'ling. Şiir bittim bütün. Kıyasını tapmadım asla. Şairler var, göz yurtum bütün. Alam ara, atagen tenha. Hazır şaira kızı Dilafruz özü yazgan Mustaqillik farzandiman degan she'rini aytdi. Allohga shukrona qilaman har vaqt. Shu yurt tuznonini topganim uchun kelajakka odim qadam tashlayman. Chunki men mustaqillik farzandidirman. Farzandim suyadi bu el hamisha. Men ham ardoqlarman vatanni har vaqt. Yov kelsa osonlikcha berman vatanni. Chunki men mustaqillik farzandidirman. Ulug' bobolarim hoklari uchun. Bobomning tomgan ko'z yoshi uchun, dilimdagi orzularim ushalmoq uchun vatanni sevaman, ardoqlarman men, chunki men mustaqillik farzandidirman. Shu kunlarni ko'raman deb qancha odam yoshli. Ba'zi bir daqiqada yerga tansiz bosh ketdi, onalarning ko'zlarida munchoq yosh ketdi. Vatan nomin ko'tarmoq uchun vatanni sevaman, ardoqlarman men, chunki men mustaqillik farzandidirman. Mudom baland tutib ona vatanni. Sevaman seni men jondan azizsan, deya baralla jar solaman men, chunki men mustaqillik farzandidirman. Bulbuldar bugün, urchi qizim var, o'nirgul shamin jandirgan. Hozirgi so'z kezagini Beshkuy kollejining 2-kurs studenti kecha Zamin rayonida o'tkazilgan Nihol mukofotiga o'tkazilgan uyushtiruvning janguvchisi Yildiz Qo'ybaqova bo'ladi. Akşamda yürüp
Bugün bayram, bugün toy. Amanday kezde sözlü koy. El korelik bibiyle ergi tutsun bütkön boy. Azarkı kezekte uluttuk oyunlardan biri beylerden Kırgız Bey. Kırgız beyin nürünü kızı dalın ömürdü kız jigitler bimini kızıktı bu tappaysın kıdırsan da düğünüdün atpay kırgız beylesin arulan tök düğünüsün cengil bolun bulutay jerge butun teybesin bayqap turgan adamlar bali kırgız beylesin Kuştay kanatta kal, uçbaygan dip kalal Bilge barın çakırıp bir humardan kanal Jarkı küngü dengelsin, yaşlığındın jamalı Atpay kırgız beylesin, arulan töptüynüsün Jengil bolgun bulutay, jerge butun teybesin Bayqap turgan adamlar, bali kırgız beylesin Gülünündü kıvır Dem koşulsun deminle Dene boyun çımırrap Beldir bey jarışkan Mezgil menen zımırrap Atpay kırgız beylesin Arulan töp düğünüsün Jengil bolgun bulutay Jerge butun teybesin Bayta turgan adamdari Bali kırgız beylesin Erikkenin çok oldu Her şarka beylesek El gömüllük olur bu Toңut kalgan bir gezde Kolkut alıp olurdu Çalpı kırgız ırdasın Jaratılış kundasın Jarkıldagan jıldız bey Jaşur bozdun urdasın Kırız bolup kırgız bey Kıntımаты çındasın Atpay kırgız beylesin Arulan töp düğünüsün Jengil bolgun bulutay Jerge butun teybesin Bayqap turgan adamlar Hep Bali kırgız beylesin Kaldı degen ürümenen onar görüyoruz. Onar. Kırbaçtayman taldımdın durağına Öldüregen jarkıragan bulağına Kırbaçtayman taldımdın durağına Aytın kelin öldüregen bulağına Sonunu jaylaw jayı tışmalı semiz Yılkı boyu koyuşki ulağına Sonunu jaylaw jayı tışmalı semiz Yılkı boyu koyuşki ulağına Eli biz bir, ey ulutlar tuttu el biz, tegi biz bir, bağırdoşbuz bir atadan taraganbız, turmuştun sınavsında eli biz bir. Oңuşu Bakmal rayonundagı 24-nji orta mektepten kelgen jaş talantlardan Kırgız Bey. Kırgız beyin nürünü kızı dalın ömürdü kız
kıvır Gülünündü kıvır Dem koşulsun deminle Döne boyun Cengil bolun bulutay Jerge budun teybesin Bayka durgan adam garip Ali kırgız teyzesin Elgümünday bolurdu Yerikenin çok oldu Yeri şarkı bilesek El gönüllük olurdu Konup kalgan bir gezde Kol dalıp olurdu Çalpılır hızırdasın Carar kılış kındasın Carkıldagan yıldız değil Yaş olguzdu nurdasın Kırız bolup kırgız değil Kıntımatı çıngasın Atbay kırgız beylesin Karolan tötbeybesin Cengil bolun bulutay Jerge budun teybesin Bayka durgan adamdan Hep bali kırgız beylesin Taqdirlash uchun Jizzax oblast hokimining o'rinbosari Eshdemir Ismatovga yana Respublika Qirg'iz bayram millat markazining raisi Rahmatullo aka Japarovga so'z beramiz. She'r ijrochisi nominatsiyasi bo'yicha g'olibni qo'lga kiritgan Xo'yboq va Yulduz shu diplom bilan Milliy qo'shiq ijrochisi Taylaqib Davron. Eng yaxshi raqs ijrochisi Sodiq Muhammad. Kezek bizim Manasçı jigitlerimizge. Jomoğu başlasa keler orulu Atalardın jomoğun Aytpay ketsek bolubu Ulamadan uqqan söz Ulam erge juqqan söz Karılardan algan söz Halk içinde kalgan söz Arbın jomoq tolgun söz At kötörgüs bolgon söz Arsızdarga toktol boy Azamat erge kongon söz Erenderden kalgan söz Elci yılıp algan söz Kaynap içke kongon söz Kak jürökke tolgon söz Joga tangan batırdın Can jökörü bolgon söz Beles belden borondon Beş udurgu ötken söz Balasından atası Murras kılıp ketken söz Kançalık elder köz yumup Kandar suda yağıldı Nayzalar töşke sayıldı Kılıç taşıldı çabıldı Oşol günden uşul gün Komuz ulup sayb oldu Ast üstüne aylanıp Say buzulup top oldu Top buzulup kop oldu Say buzulup top oldu Top buzulup kop oldu Taltayıp yattan bul yerdim Kaysı yeri sop oldu Atı kalıp özü yok Arkanda yerder çok oldu Deniz kurgap çöl oldu Çöl buzulup göl oldu Tüs buzulup ter oldu Aytar sözden şaşmayın Kağlayın kırgızım Kalkındın cayın aytayın Senin atan Yermanas Senin atan Yermanas Ağlamda çok erele Ay köldüğün surasan Ay ağlamga tengele Senin atan Yermanas Xitayga kırgın salganda Xitay kalmak bardığı Tize bügüp kalganda Senin atan Yermanas Bağımdakka turganda Kara otusu acıbay Kat uykuda Keçildin kanı kokonurga Kör göz beyt belen kızıktı Çey beyt belem alsızıp Töreleveret çıngızlar Önörü menen tan kalkırıp Örkünдөй versin kırgızlar Demek dağı bir talantlı kızımız Sabrina kızımız Jakşı bir ır menen sizlerge belen kılsam
hozirgi so'z kezagini 44-o'rta maktabning direktori O'rolov Eldar akaga so'z kezagini beramiz. Mana bugun bizning maktabimizda jalp uyimiz O'zbekiston deb festival o'tkazgan ekan. Mana shu kelgan barliq mehmonlarni bizni hurmatlab kelgan, elimizni hurmatlab kelgan, butun xalqimizni, yerimizni hurmatlab kelgan barlig'ingizlarga cho'ng rahmatlar aytib qolaman. Bizning ailemizga kelib, mana shu bizning boylig'imizga boylik, elimizga bir canlılıkta kirtkenizden, men sizlerden bütün yerin namından, mektebimiz namından razılığımı bildiririm. Bana şunu bilen Gezekteki festivalimiz ayakta dep sizlerge jarıyalayım. Hurmatly mehmonlar, hoş kelibsizlar. Çayga bardığınızlarga marhamat kılalım. Ahırgı ömrümüz mana shu. Sinashda bo'ldik do'stim, yurt qadrin bildik do'stim. Kamol berdi ozodlik, qudratga to'ldik do'stim. Sizlarga meros vatan, topgaydir e'zoz vatan. Bizdan qolsin ertaga go'zal beqiyos vatan. Uchaman bu gulshan shu aziz vatan, shu aziz vatan, barchamizniki. Yurtlarga yarab qo'y, yo'q bariga Ko'rolmaydi, yo'q bo'lsang berolmaydi. Odamzodga o'xshar odamdek yurolmaydi. Bilbeseng, to'lg'on jering sevbeseng, tatangni bilbeseng, to'lg'on jering sevbeseng, olti qanot bo'ziga ayar bosib kirbeseng, olti qanot bo'ziga ayar bosib kirbeseng, Alatog'ni aralab azov qarmab minbeseng, jeti otang sening jeti otang, jeti otangni bil bolam. Jeti otang sening jeti otangni bil bolam. Qolgan jansың arabik, qada salti kirvelik. Qolgan jansың arabik, qada salti kirvelik. Eldin ulu söz bağıp, el içinde kögürük. Jeti otang ol sening, ota babang tüttegin. Jeti otangın sürü var, жақшысын ылғап үлгі ал. Jeti otangın sürü var, жақшысын ылғап үлгі al. Dengin жақшы çıksı ger, жаман болбой түбі al. Eling menen birge bol, elden çıkan bolup qol. Jeti otang senin jeti otang, jeti otangды bil balam. Jeti otangdın sürü var, жақшысын ылғап үлгі al. Jeti otangdın sürü var, жақшысын ылғап үлгі al. Алыстан келген ағайын, jeti atамды айтайын. Birinci atam Eralı, ikinci atam Babanazar, el içinde baş bolğon. Üçüncü atam Oralbay, el içinde bay bolğon. Dördüncü atam Koçmurat, el içinde bi bolğon. Beşinci atam Berdiyar, altıncı atam Şanazar, yedincisi Babanazar. Rahmat, bol keng advan oturun. 400 yıldır bereket. 400 yıldır taldı tarixida bunday bayram bo'lmagan. Bu mustaqillikning sharafati. Prezidentimizning mustaqillik qo'yganlikning sharafati. Mana bunday bayramni 400 yil tarixida taldı qishlab ko'rmagan ekan. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin, xalqimiz yaxshi yashasin. Mana shu 44-maktabdan juda katta oilalar hurmat qiladi, davlatimiz hurmat qiladi, kadrlar chiqadi deb men eslatayman. Mana bolalarning o'yinini ko'rib, elning sha'nini ko'rib, biz xursand bo'ldik. Sizlarga omad, kelajak, hamma yoshlarning qo'lida. Rahmat Dilay aka. Rahmat.
организацию такого мероприятия. Очень хорошо прошло. Это здорово. Талантов, оказывается, у вас очень много. Среди детей. Ондай bir yaxshi, menga juda yoqdi. Juda yoqdi. Endi nima aytamiz? Поздравляем с праздником. Давайте пусть жить дружно. Никогда не ругаться, никогда нацию не смотреть. У нас и не было такой. Я, например, мама-то не знал, что он киргиз. В жизни. Он думал, там кто-то там другой. Но только не киргиз. Поэтому у нас никогда не было такого. Там ты киргиз, ты русский, ты испокон веков идет. Правда. Вот Узбекистан вот такой. Да. Поэтому рахмат наш uchun mana shu tadbir uchun sog' salomat mana o'tirgan odamlarda hech qachon yomon ko'rmasin. Давай. 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 Большой брат говорит. Большой брата нет, забудьте о большом брате. Tinch yurtimiz tinch, xalqimiz mana sog' salomat farovon yashayapti. Bayram yaqinlashyapti, mana mustaqilligimiz 25 yilligi. Shu arafasida mana bu juda bir chiroyli tadbir bo'lib o'tyapti. O'zbekiston umumiy uyimiz. Hamma millatlarning do'stligi, hamjihatligi ko'p narsa bog'liq. Mana shu bayram bilan hamma tabriklaymiz. Zamon tinch bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Hammaning oilalariga xotirjamlik bo'lsin. Farzandlar kamolini topaversin. Mehmonlarga katta rahmat. Qolaversa gençlerimiz shu tinchlik bo'lsin, salomatlik bo'lsin. Yaxshi ko'rishib turadi. Bayramlar bayram bo'laversin. Qani oldindan Şu kunlarda bu arada şerif olur. Bugün burası İstanbul'da mana shunday qishloqda ajoyib iqtidorli bolalar borligiga qiziqaman. Bugün shu maktabda maktab shunday tashlanmagan qishloqda shunaqa narsalar qanday rivojlanib ketdi. Davlatimizga rahmat. Yoshlarimizni unishiga katta e'tibor berganiga. Bizning Bo'lgan? Shunday yetgandan ha, o'rtadan boshlab qoldi bu. Xudoga shukr, hammamiz ulug' yashaymiz. Bir-birimizni hurmat qilib, izzat qilib, hammamiz biz o'z-o'zimizni qilamiz. Inoqlik uchun, sog'lik uchun, salomatlik uchun, zamonimiz uchun, osmonning Mana universitet qaldaylığa nasıl tartib kelib qolgan ekanmiz. Tezroq, juda ko'p yaxshilar universitetning o'quvchilarimiz chiqqan ko'rinishlarni ko'rdik. Hozir bu yaxshi bo'lib, mana bu chay tashkil qilgan ekan. Hanga mana o'tirib tanishib, bu kishilar 12 zavod ekan. Bejana. Asli shu Taldidan chiqqan kadrlarimiz. Men masalan shu yerda tug'ilib, o'sganman, shu maktabda o'qiganman. Bir necha yil jamoa Jiyemboy bo'lib mana shu yerda. Nima deymiz endi bu? Barlig'imiz kelajak ishlarimiz. Qishlog'imiz omon bo'lsin. Qishloqda to'y bo'laversin. O'zbekiston tinch bo'lsin, butun jahon tinch bo'lsin. Tinchlik bo'lsa bor bo'ladi. Manda bo'lib ketdi. Yarımdagi 20 maktab zavучи. Yunus Mamat. Bu yoq 62 maktab direktori Dilshod. Bu yoq 21 maktab 62 ning zam direktori. Al-G'ulaga tajriba. Bu yoq
Üçte bu yakta. Bu adam tosunu alın. Şahaylar. Ana bugun tadbir ajoyib tadbir bo'ldi. Qancha odamlar kelib, yerda qatnashib, maktabdagi sharoitlar, maktabdagi o'quvchilardan Huzur sen keçib qolding. ta'lim sohasida olib borayotgan ishlari, shu o'quvchilarning badiiy qismga tayyorgarligi namoyish qilindi. Mana Bu yerda bunga bosh narsa yo'q o'zi, bari yaxshi. Bir şey stol qoldi. viloyat bo'yicha, qolaversa respublika bo'yicha ko'p o'zbek og'aynilar, mana qirg'iz og'aynilarning oqsoqollari o'quvchilar ilhomlanadi. Shunday odamlar bor ekan, shunday yurtning oqsoqollari bor ekan, biz ham shunday yaxshi niyatlar uyg'onadi. Ana shu o'quvchilar din iqboli baland bo'lsin, kollektivga sog'lik, omad bo'lsin, xalqqa tinchlik bo'lsin, dasturxoni har doim to'lib tursin. Sizni biz ana shu yaxshi kunlarda birgalikda o'tkazib, sizga nasib bo'lsin. Xonadon xona bo'lsin, hamma yurtga omad. Esa, hozirimiz berasiz. Şöyle koşun. Gezip takıldı. Namusa namusu vermezsin. İnternetten bağlanıp Cemal'le degeni var. Cemal'ka, Cemal'ka. Ne yapış gerek? Yapış gerek mi? Nasıl yapalım? Orası belki yapırsın. Videocular kara. Çiftine resim tutsun. Ko'rib juda ham katta bir tayyorgarlik ko'rgan ishg'ollik qishloq ahliga rahmat. Bizning Zomin tumani viloyat respublikasida juda ulug' mehmonlar qarindosh bo'lib, yaxshi og'ayni bo'lib, dasturxondan ham chiqib bo'lsin. Elimiz xosiyatiga to'y tomoshalar bo'laymiz. Dağın nimeler beremdelik, erteği bursugundaki Türkçü maktabdan muallimlerge, kollektivge öte katta rahmat. Mana shuncha narsani tashkil qilib, necha kundan beri bardığını planlashtirib, elni chaqirib, Qirg'iz maktabini respublikaga bir ko'rsatdi. Onun üstüne tag'in o'quvchilarga ham rahmat. Shu yaxshi o'zlarining shu qishloqqa loyiqli konsertlarini ko'rsatib, elning barini xursand qildi. Biz endi ota-bobomiz ilgaridan o'lib o'sib kelgan xalqmiz, biroq keyingi vaqtlarda ko'p yerlarda mana to'y tomoshada boshqada mikrofon tiysa o'zbeklar qirg'izlar bo'lish kerak. Konsertlar qirg'izcha bo'lish kerak. Bu konstitutsiyada yozilgan. O'shandaqdan bugungi mana shu jinoyat yaxshi bo'ldi. Menimcha qirg'iz maktablarining ichida mehmonlarga rahmat aytamiz. Mana qo'y so'yib chaqirsan kelolmaydilar. Bugun shu urf odati, ota-bobomizning salti, boshqasiga deb kelib o'tiradi Qorashtaga. Şundaqdan endi mana mehmonga, O'ng'urog'ayga so'z aytaylik, so'z beraylik. Sizga to'g'rimiz ishlay turganlar. Hoji bo'lgan. Tamam oldu. Biz sizin işleri olsun. Şu qaragan. Bütün biz bitta qirg'izlarning urug'iga berib qo'ymaylikda, katta urug' deb hisoblaymiz. Endi sizdan bilib, o'zingizni monoq dedingiz bilib. Mana shu qirg'izning ishki eng kelekeng ham to'g'ri. Yashang. Ana endi o'lib o'sgan. O'lib o'sgan xalq haqiqatdan. Endi barakali deganingizga yana bitta joy bor. Shuncha yil yurib, nechta mashinada yurib, nechta marta bordi keldi qilib. Bor mashinada yurganda bir odamdan 1 so'm pul oldirgan emas shu. Mashina, vaqtda mashin yo'q. Gurzovoy mashinada yuribdi.